Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biza gibrid sistema, ongrid sistema haqida quyosh panelarini qo'ydirmoqchi bo'lganlarga yoki qo'ydirganlarga to'liq ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Xo'p, klientlardan ko'p savollar kelgan. Gibrid sistema bilan ongrid sistemaning farqi nimada, aka? Assalomu alaykum. Gibrid sistemada akkumulyator bo'ladi. Ongrid sistemada u bez akkumulyator bo'ladi. Bez akkumulyator u sizni ehtiyojingizni qondiradi va sizdan ortganini davlatga sotadi. Gibridda nima? Gibrid ham xuddi shu xususiyatga ega. Quyoshdan kelgan tokni davlatga sotadi, ham uyingizga yetkazib beradi, akkumulyatorni ham to'ldirib beradi. Ko'pchilikda mana shu gibridda muammo bo'ladi. Nimaga? O'zi 10 kilovat qo'ydiradi. 10 kilovat qo'ydirgandan keyin uydagi hamma nagruzkani shunga ulab bergan deydi. Lekin bu noto'g'ri narsa. Nimagaki sizni inverteringiz 10 kilovat, lekin bu 10 kilovat o'zi 8 kilovatgacha ko'tarib beradi nagruzkani. Hamma nagruzkani ulab qo'yganingizdan keyin u inverter o'chib qoladi. Ko'p shu narsa bo'yicha klientlar bilan muammoyimiz bo'lyapti. Boramiz 10 kilovat ongrid sistema qo'ydiradi, 5 kilovat gibrid sistema akkumulyator bilan qo'yib beradi. Kerakli narsalari deylik, uydagi освещенияsi, kotyoli, misol, xolodilnigi yo bitta dona konditsioneri, shunaqa narsalarni ulab beramiz deb boshida tushuntiramiz. Ular hamma narsani qo'yib bo'lgandan keyin nima deydi? Общий uyimni ulab bergan deydi. Klientga biz tushuntirishga harakat qilamiz shu narsani. Yo'q, bu narsa bo'lmaydi. U klient aytadi, menga qilib berur, men hamma narsamni yoqmayman, hamma nagruzkani bitta vaqtda ishlatmayman deydi. Bu narsaga hech kim javob bera olmaydi. Nimaga? Ertaga to'y hasham bor, yig'in bor, nimadir bo'lganda hamma nagruzkangizni ishlatgan paytingizda svetingiz o'chib qoladigan bo'lsa, bizani chaqirishga majbur bo'lib qolasizlar. Uni o'zingizlar yoqa olmaysizlar. Shu narsani tushuntiramiz. Yo'q deydi, shunda ham shu narsani ulab bergan deydi. O'zi unaqa bo'lish kerak emas. 10 kilovat qo'ydirasizlarmi? Iloji boricha kamroq. Shu 6 kilovat yo 7 kilovatini ulatsanglar, inverter ham qiynalmasdan ishlaydi, akkumulyatorlar ham ko'p vaqtga yetib boradi. Ongrid sistemada nima? Ongridda farqi yo'q. U xohlang 5 kilovat qo'yib qo'ying, xohlasangiz uyingizda 10 kilovat ishlating, xohlasangiz 20 kilovat ishlating. Sizning ehtiyojingizni yetganigacha beradi, yetmaganini davlatdan beraveradi. Gibridda unaqa narsa yo'q. Siz 10 kilovat qo'ydingizmi, sizga 7 kilovat nagruzkangizni ko'tarib bera oladi. Undan ortig'ini ko'tarib bera olmaydi. Inverter o'chib qoladi. Hozirgi paytda imенно mana shu narsa bilan klientlarimiz bilan ko'p talashib qolyapmiz, ushib qolyapmiz. 3 fazalikni qo'ydiryapmiz. 3 fazalikni qo'ydiryapti-da, uyiga 1 faza olib kirib ketgan. Uchuvchiga 3 faza. Lekin uyiga rubelni qo'yapti, 1 faza olib kirib ketyapti-da, 3 fazalik qo'yib bergan menga deyapti. U 3 fazada 10 kilovatli inverter bo'lsa, 3 fazada 3 fazaga bo'lib beradi u 10 kilovatni. Bittasiga 3,5 kilovatdan. U nima qilyapti? 3 fazali inverter qo'ydiryapti-da, bir fazasidan uyini hamma nagruzkasini ulab qo'yapti. Bu 3 kilovatdan u yog'iga ko'tarib bera olmaydi, inverter o'chib qoladi. Bir fazalikda to'g'ri 7 kilovat, uzog'i 8 kilovatgacha ulasa bo'ladi. Lekin 8 kilovatda ham inverter sal qiynalib ishlaydi. Iloji boricha kamroq ulash kerak bo'ladi. Mijozlarga shu narsani biz tushuntirib bera olmaymiz. Kecha ham mana shu narsa bo'ldi. Bordi uyiga 5 kilovat qo'ydirgan. Telefonda gaplashyapman, endi bolalar ustanovka qilgan. Menga telefon qilishdi. Aka, hamma nagruzkamni, uyimni nagruzkasini shu gibridga o'tkazib bergan deyapti. Men unga aytayman, yo'q, ulamagan. Ertaga o'chib qoladi desam, yo'q, klient turib olgan, ulab beringlar deb. Men keyin klient bilan gaplashdik. Ertaga o'chib qoladigan bo'lsa, bizani chaqirmang. Desa, bo'pti, mayli, biz nagruzka qilmaymiz, shu mana shu ishlatayotgan anaqamizni ishlatamiz deyishdi. Ertalab 8 da menga telefon bo'lyapti. Desam, uyimda chirog'im o'chib qoldi, kelib yoqib bergan deyapti. Qanaqasiga? Men bormayman dedim. Soat 2 gacha kutib o'tirdi. Bordi, janjal, to'polon. Shu narsa uchun klientlar ozgina tushunib olish kerak. Mana shu gibrid sistemada akkumulyatorga ham misol inverterni 5 kilovat qo'yasizlarmi, akkumulyator ham 5 kilovatmi, litiymi? U 5 kilovat bo'lsa ham shu 3 kilovat, 3,5 kilovat ko'taradi. Undan yog'ini ko'tarib bera olmaydi bu ham. Siz
akkumulyator invertoringizni 10 kilovat qo'yib qo'ygansizda, gibridingizni, lekin litiyni 5 kilovat qo'yib qo'ygansiz. Svet o'chgan paytda mana bu 5 kilovatli akkumulyator sizni 7 kilovat, 8 kilovatingizni ko'tarib bermaydi. 10 kilovat qo'ydirdingizmi, akkumulyatorni ham 10 kilovat qo'ydirasiz. O'shanda invertoringiz 7 kilovatgacha javob beradi ko'tarishiga. Undan u yog'iga o'sha invertorga ham nagruska tushadi. Xo'p, yana bitta masala bor. Korxonalar, klinikalar bo'ladigan bo'lsa, UPS sistemasi, yo bo'lmasa quyosh paneli gibrid sistemasi qanaqa qo'ydirganini maslahat berasiz? Katta korxonalarga общий nagruskasini, общий sistemasini gibrid sistemada qo'yish sal muammoroq. Nimaga? O'zi invertorimizni deylik eng kattasi 100 kilovat yoki 120 kilovat. Akkumulyatori ham xuddi shunaqa. Uni ulasangiz bo'ladi, parallel qilib ulasa bo'ladi. Lekin kerakli narsalariga, misol deylik, klinikalarda nima deydi? Reanimatsiya xonalari, shunaqa joylarini, operatsiyonni, keyin kerakli освещениялаrini, shunaqalarini bo'lib qo'ygan yaxshiroq bo'ladi. Zavodlarda ham, misol yaqinda bitta zavodga bordik, o'zi 1 megavat qo'ydiramiz deyshotdi. Kerakli narsalari bor ekan, lazerlari, keyin shu tunik kesadigan apparatlari bor ekan. Shularga misol maslahat berdim qo'yishni. Bittasi 30 kilovatli, bittasi 50 kilovatli, keyin krani bor ekan. Krani ham shu 20 kilovat ekan. Shularga o'lchab hisoblab berdik. Shunaqa qilib qo'ydirsa bo'ladi. Bo'ldi, endi Jahongir aka, endi oxirida bitta itoga qilib bersak, kimga gibrid tavsiya qilamiz, kimga on-grid tavsiya qilamiz, qanaqa holatlarda nima qo'ygan yaxshi? On-grid sistema svet o'chmaydigan joylarga qo'yish tavsiya qilinadi ko'proq. Endi svet, misol uchun bizda shaharda, keyin zavodlarda ham ko'p joylarda svet o'chmaydi, unga on-grid sistema qo'ysa bo'ladi. Gibrid sistema qanaqa? Svet ko'p o'chadigan joylarga gibrid sistema u tavsiya qilinadi. Hamma yoqda o'zi shunaqa. Endi misol xonadoningizga svetni o'zi kam o'tsa ham qo'ydirsangiz bo'ladi, lekin litiy akkumulyator bilan qo'ydirsangiz svet umuman o'chmadi deylik, sizda ko'proq vaqt agar qolib ketadigan bo'lsa, o'sha akkumulyatorni ham pishirib qo'yadi. Endi svet o'chadigan joylarga ko'proq qo'ysa yaxshiroq bo'ladi bu narsani. Rahmat kattakon sizga Jahongir aka. Agar kim sifatli quyosh panellarini sinfga qilmoqchi bo'lsa, pastda yozilgan raqamlarga, Instagram, Telegramlarga yozsanglar bo'ladi. O'zimiz borib chiroyli qilib sinfga qilib beramiz. Xuddi shunaqa. Rahmat.